Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, yana bitta fayzli xonadonimizga chiroyli darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, darvoza haqida ma'lumot berib o'taman. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz shu kunda trendda bo'lib turgan oxirgi pasonda 2 qavatli shumkali darvoza bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, darvozamizni ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Egalariga juda yoqdi darvozamiz. Darvozamiz Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozamiz 2lik lista qalin o'sha qora lista tayyorlandi. Bu asosiy qo'g'irga qismlari esa 1.7lik stenada bo'ldi. Mana bu stoyka qismi esa 8 ga 8 1.7lik stenada bo'ldi. Stoykasi. Ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz tashqariga ochiladi. Shannerlari ham pachimlikli, o'sha Xitoydan keltirilgan, juda ham chiroyli, mustahkam, ochib yopilishiga xalaqit qilmaydigan, juda ham yengil ochib yopiladigan darvoza bo'ldi. Aziz do'stlar, darvozamizni 1 kvadrati 1.300.000 dan olib kelib o'rnatildi. Bo'yiga 3.30, eniga esa 3.75 bo'ldi. Shunda shu ko'rib turgan darvozalaring 16.800.000 so'mga kelib o'rnatildi. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Zamohlari ham shu original zamohdan qo'yildi. Zamohlariga ham 5 yil garantiya beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Rezinkalari ham hamma joyiga juda chiroyli qo'yilgan. Orqa tarafdan ko'pchilik obunachilarimiz so'rashyapti, orqa taraflari qanaqa holatda deb. Orqa taraflari har xil seriya qora shunaqa qilib sachratmay kraska qilib kim xohishiga qarab orqa taraflari ham sevib beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar, zatorlari ham bitta qo'lda ochiladi. Uyda ayol kishi, yosh bolalar bo'lsa ham bemalol o'zlari ochib yopib, shundan qiyinchilik tug'dirmaydi. Darvozamizni ko'rgan bo'lsalar, ko'rib turibsizlar, mana bitta qo'lda bemalol kim bo'lsa, yosh bolalarmi, ayol kishilarmi, kim bo'lsa yopib, ochib bemalol qiyinchilik tug'dirmaydi ochib yopilishlariga. Taq qismlariga esa armaturalardan shvellarga, mashina, avtomobil kiradigan joylariga ham chiroyli qilib armaturalardan qoqib, hamma joyiga qoqib, kraskalab berganmiz. Bu yoniga 3 ta armatura qoqilgan, tepaga, o'rtaga, bu chekkaga, bu yoniga ham 3 ta tepaga, chekkaga, eng pastiga, bu pastiga ham 4 ta joyidan armatura qoqib, u xoriga ham armaturalarni qoqib, juda ham mustahkam qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Aziz yurtdoshlar, oldi tarafdan ham bitta ko'rsatib o'taman. Yana bir bor kimda-kim shunday darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan bo'lsa, bemalol ekranimizni pastida telefon raqamlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Aziz yurtdoshlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yuzlaringizda hech qachon tabassum tark etmasin.